Amir avtosavdoda sizlar uchun arzon narxga yaxshi Nexia 3 mashinasi kelib qoldi. 2019-yil 167 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Ikkinchi peysa mexanikasi bo'ladi. Okalar mashina holati zor holatda turibdi. Balon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Yumshoq balonlar qo'yilgan. Kraskasi okalar mana shu eshigi bilan krilosida pitnosi bor ekan. Qolgan joylar top-toza. Salon qismlarini ko'rishingiz mumkin. Salonlar yaxshi holatda turibdi. 167 ming probeg. Mashinaga yaxshi chexol, ko'rik polli solingan. Xo'p, mashinaga yaxshi magnitofon, kolonkalargacha ham qo'yib qo'yishibdi. Temir gaz balonlar ustanovka qilingan, banan stoplargacha ham toqib qo'yishgan. Texnik tomonlama hech qanaqa muammolar yo'q. 50 partiyada sizlar xohlagan dokument bo'ladi. Kuzov holatlari ham okalar zo'r holatda turibdi. Narxini okalar sizlar olib maza qilib minishingiz uchun akamiz bilan tortishib, sizlar olib maza qilib minishingiz uchun $6850 baholandi. $6850 ga 2019-yil 167 ming proyekt turgan minishga tayyor ikinchi peysa mexanika Nexia 3 mashinasi.